Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun mana biz sizlar bilan present perfect simple zamoni haqida gaplashamiz. Shu bilan bir qatorda present perfect simple bilan past simple zamonini o'zaro farqlari to'g'risida ham gaplashamiz. Demak, dastavval present perfect simple zamonidan boshlaydigan bo'lsak, present perfect simple zamonining ma'nosi hozirgi tugallangan oddiy zamon degan ma'noni ifodalaydi. Endi present perfect simple zamoni darak gaplarda quyidagicha strukturada ishlatiladi. Ya'ni dastlab subject, ya'ni gapning egasi. Undan so'ng have va has yordamchi fe'llari. Undan so'ng fe'lning uchinchi shakli yoki id qo'shimchasi. Bilamizki, fe'llar odatda 3 xil shaklda bo'ladi. Ya'ni present, past va perfect shakllarga bo'linadi. Va bizda aynan present perfect simple zamonida perfect shaklda ishlatishimizga to'g'ri keladi. Endi noto'g'ri fe'llar jadvalga tushmaydigan fe'llar uchun esa biz id qo'shimchasidan foydalanamiz. Va undan so'ng object, ya'ni to'ldiruvchi ishlatiladi va to'ldiruvchi odatda 3 ga bo'linadi. Ya'ni narsa, shaxs, joy va paytlarga bo'linadi. Demak, misol tariqasida quyidagi misollarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni I have completed the task recently. Ya'ni men yaqinda topshiriqni yakunladim. Ya'ni I have completed the task recently. Ya'ni I bu yerda subject, have yordamchi fe'l, completed fe'lning id shakli, the task bu narsa bo'lib object va recently bu payt ma'nosini ifodalaydi. Endi yana bir misolga e'tibor qaratamiz. She has just arrived home. Ya'ni u hozirgina uyga yetib keldi. She subject, has yordamchi fe'l, arrived bu fe'lning id shakli va home bu payt, ya'ni joy ma'nosini ifodalaydi. Yana bir misol, they have watched a new movie. Ya'ni ular yaqinda yangi bitta kinoni ko'rishdi. Endi navbat so'roq shakliga. Present perfect simple zamonning so'roq shakli quyidagicha hosil qilinadi. Ya'ni gapning boshiga yordamchi fe'llar bo'lmish have has o'tib qoladi. Undan so'ng subject, keyin fe'lning uchinchi shakli yoki id qo'shimchasi va undan keyin odatdagidek object, ya'ni to'ldiruvchi ishlatiladi. Misol uchun, have you joined the football club? Ya'ni sen futbol klubiga a'zo bo'ldingmi? Ya'ni bu yerda tugallangan ish harakat bajarilganligi yoki bajarilmaganligi so'ralyapti. Yoki yana bir misol, has he eaten ice cream? Ya'ni u muzqaymoq yedimi? Ya'ni o'sha ish harakatni bajargan yoki bajarmaganligi to'g'risida ma'lumot so'rayapmiz. Ana endi negativ, ya'ni inkor shakli haqida gaplashadigan bo'lsak, inkor shakli subject, undan so'ng have has, keyin yordamchi, ya'ni inkor qo'shimchasi bo'lmish not, keyin fe'lning uchinchi shakli id qo'shimchasi va oxirida odatdagidek, ya'ni to'ldiruvchi, ya'ni object ishlatiladi. Misol uchun, they haven't cleaned their flat for a long time. Ya'ni ular uzoq vaqt mobaynida xonalarini tozalashmadi. Ya'ni o'sha ish harakat haligacha yakunlanmadi, tugallanmadi. Ya'ni inkor ma'noda tugallanmaganlik to'g'risida ma'lumot berilyapti. Yana bir misol, Sally hasn't called me yet. Ya'ni Sally haligacha menga qo'ng'iroq qilgani yo'q. Ya'ni bu ish harakat ham haligacha yakunlangani yo'q. Endi navbat present perfect zamonimizni qanday holatlarda ishlatilishiga keladigan bo'lsak, demak dastlab birinchisi situations that started in the past and are still true. Ya'ni bu nima degani? Biror bir ish harakat boshlangan va u ish harakat haligacha haqiqat, ya'ni mavjud. Misol uchun, the teacher has lived in London since 2020. Ya'ni o'qituvchi 2020-yildan beri haligacha London shahrida yashayapti. Ya'ni ish harakat oldin boshlangan, ya'ni 2020-yilda boshlangan va u hozirgacha mavjud. Yana bir misol, they have been friends for a long time. Ya'ni ular uzoq vaqtdan beri o'zaro do'st. Ya'ni do'stligi uzoq vaqtlar oldin boshlangan va u hozirgacha davom etyapti. Endi ikkinchi ishlatilish holati completed actions at a time in the past which is not mentioned now. Ya'ni present perfect zamonining eng asosiy ishlatilish qoidalaridan biri aynan shu. Ya'ni biror bir ish harakat amalga oshgan, lekin u ish harakat qachon amalga oshganligi noaniq bo'ladi. Misol uchun, use these words for this condition. Ya'ni biz aynan ushbu ish harakatda ifodalash uchun quyidagi kalit so'zlardan foydalanishimiz zarur. Ya'ni already allaqachon, just bu hozirgina, recently va lately kalit so'zlari esa bu yaqinda degan ma'noni ifodalaydi.
va ushbu so'zlar bizda ish harakatining noma'lum vaqtda sodir bo'lganligi to'g'risida ma'lumot berish uchun yordam beradi. Misol uchun, she has just received a letter from his friend. Ya'ni u yaqinda do'stidan xat oldi, lekin aynan qachon, qaysi paytda, qaysi yili, qaysi oy olganligi to'g'risida ma'lumot yo'q. Yana bir misol, we have already participated in this competition. Ya'ni biz allaqachon bu musobaqada qatnashib bo'lganmiz, lekin ular qachon qatnashgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Ya'ni aynan present perfect zamoni qachon va ya'ni ishlatilish vaqti noma'lum bo'lgan ish harakatlari uchun ishlatiladi. Keyingi, ya'ni so'nggi ishlatilish holati bu biror bir ish harakatni necha marotaba yoki nechanchi marotaba bajarganimiz to'g'risida ma'lumot berganimizda ishlatilyapti. Misol uchun, biz ushbu ish harakatni ifodalash uchun quyidagi kirish so'zlardan foydalanishimiz kerak. Ya'ni the first, the second, the third time. Ya'ni gapni boshida keladi va o'zidan keyin present perfect simple zamonini talab qiladi. Misol uchun, the first time I have ever seen this film. Ya'ni men bu kabi filmni umrimda birinchi marotaba ko'rib turibman. Ya'ni ish harakat birinchi marotaba sodir bo'layotganligi to'g'risida ma'lumot beriladi. Yana bir misol, the third time she has won this prize. Ya'ni u bu mukofotni 3-marta yutdi. Endi bugungi mavzuyimizning eng muhim jihatlaridan biri bo'lmish present perfect simple va past simple zamonlarini bir-biridan ajratib turadigan xususiyat ekan. Ya'ni o'zi aslida bir donagina ishlatilish holati bor, o'zaro bir-birini farqlash uchun. Ya'ni present perfect simple zamonida ish harakatining aytib o'tganimizdek vaqti noma'lum bo'ladi. Ya'ni u ish harakat qachon, qaysi paytda bajarilganligi to'g'risida informatsiya bo'lmaydi. Va ana endi shuni nabarat, ya'ni qarama-qarshi variantda bu past simple bo'lar ekan. Ya'ni aynan past simple zamonida ish harakatining vaqti ma'lum bo'ladi. Ya'ni present perfect simple ham, past simple zamoni ham ikkala ish harakatda tugallanganligini ifodalaydi. Ya'ni ikkala zamonda ham ish harakat tugagan bo'ladi. Lekin present perfect simple da vaqti noma'lum, past simple zamonida esa qachon tugagani ma'lum bo'ladi. Misol uchun, I have finished my homework deyapmiz. Ya'ni men vazifamni tugatdim, lekin aynan qachon tugatganligi noma'lum. Endi xuddi shu gap past simple da kelsa qanday bo'ladi? Ya'ni I finished my homework 2 hours ago. Ya'ni men 2 soat oldin vazifamni tugatdim. Ya'ni bu yerda endi ish harakat qachon tugallanganligi ma'lum ekan. Ya'ni 2 soat avval ish harakat yakunlanganligi to'g'risida informatsiya berilyapti. Present perfect zamonida esa bunday ma'lumot berilmaydi. Yana bir misol, Sheila has cut her hair. Sheila deyapmiz, sochini kestirdi. Lekin qachon kestirganligi noma'lum. Ana endi past simple zamonida esa Sheila cut her hair last day. Ya'ni u kecha sochini kestirdi. Bu yerda ish harakat kecha sodir etilganligi to'g'risida ma'lumot berilyapti. Ana endi present perfect simple zamonimiz quyidagi kalit so'zlar orqali o'sha zamon ishlatilishini talab qiladi va ushbu kalit so'zlar odatda gapni boshida, o'rtasida yoki oxirida kelishi mumkin. Misol uchun, already, allaqachon, just, hozirgina, recently va lately so'zlari. Yaqinda, ya'ni ushbu 4 ta kalit so'zimiz odatda gapning o'rtasida ishlatiladi. Endi yet, haligacha va bu yet kalit so'zimiz ko'pincha gaplarda inkor ma'noni ifodalash uchun ishlatiladi. For a long time, bu uzoq vaqt mobaynida degan ma'noni ifodalaydi. So far, anchadan beri, since va for kalit so'zlari bu anchadan beri, ma'lum bir vaqtdan beri degan ma'noni ifodalaydi. Va oxirgisi the first, the second, the third time, ya'ni marta ma'nosini ifodalovchi kalit so'zlar odatda ish harakatining tartibini ifodalash uchun ishlatiladi. Va aynan ushbu present perfect zamonlarimiz uchun bu kalit so'zlar juda ham muhim. Mana bugun sizlar bilan present perfect zamoni va past simple zamoni farqlari va ishlatilish to'g'risida gaplashdik. Kelgusi darslarimizda bundan da qiziq mavzular sizlarni kutib turmoqda va bizni kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlang, obuna bo'ling, like, podpischiklari ayamasliklarini kutib qolamiz.